Xola, salom, to'xtang. Yaxshimisiz? Siz qayerga ketyapsiz? Bering, men olib borib qo'yaman. Yo'q, ikkita eshik qoldi mana bolam. Mayli, yuring, men tashlab qo'yaman. Yaxshi kelyapsiz. Baraka toping bolam. Mana shu uy meniki bolam. Ha, yaqin ekan. Ke bolam, seni bir duo qilib qo'yay. Ilohim. Ilohi tanijoning sog' bo'lsin. Ilohiy seni boqqan, katta qilgan otangga ming rahmat. Rahmat, xola. Rahmat, sog' bo'lgin. Baraka top. Baraka top bolam, baraka top. Assalomu alaykum dedi. Nima bo'ldi mashinaga? Va alaykum assalom o'g'lim. Mashina o'chib qoldi. Bilmayman nimaga shunaqa bo'ldi. Zavod bo'lmayaptimi? Zavod bo'lmayapti. Siz rolga o'tiring, men bitta qarab beraman. Xo'p bo'ladi o'g'lim. Qandoda zavod qilingchi? Xo'p. Ana, Baraka top bolam. bu boshqa gap. Tarbiya bergan otangga mingdan ming rahmat. Umringga rizqingga Allohim baraka bersin. Allohu akbar. Rahmat, doda sog' bo'l. Salomat bo'l. Hey, oke. Plus tushib qoldi. Rahmat, baraka toping. Rahmat. Alo, assalomu alaykum, oy. Bo'ldi, o'zinglar yeb turaveringlar, men adam oldilarda edim. Hozir boraman. Hop. Oyim telefon qotdilar-da. Ovqat suzib qo'ydim deb. Xavotir olarlar-da, bilasiz. Shu yoshligingizda aytadingiz-ku, ada. Qiynalganlarga, miskinlarga qo'llaringdan kelgancha yordam berlaring deb. Sen to'ppa-to'g'ri aytgan ekansiz. Mana hozir kuniga 3-4 ta odam otangga ming rahmat, otangga rahmat, tarbiya bergan otangga rahmat deydi. Bular hammasi siz yutuvlaringizda edi. Bizga to'g'ri tarbiya berganingiz oqibati bo'lsa kerak. Men yana kelarman ertaga,